Assalomu alaykum Vodiy House va Vodiy Chorva kanalining hurmatli obunachilari va YouTube kuzatuvchilari. 2025-yil 17-mart sanasida Andijon qora tovuqlarini sotuvga e'lon qildik. Hurmatli obunachilar, kimga ishonarli, sifatli vaksinalar olingan, 100% vaksinalar qilingan Andijon qora tovuqlari kerak bizga, sotuvda bor. Hurmatli obunachilar, narxlarimiz 100 ming so'mdan 100 ta, 150 ta, 50 ta oladigan akalarimizga 100 ming so'mdan qilib beramiz. Akalar, bu yerda 1000 ta Andijon qora tovuqlarimiz bor. Faqat makiyon, maksimum makiyon bo'ladi. Ko'rib turibsizlar. Kimga zarur bo'lsa, pastda nomer qoldirgan, aloqaga chiqinglar hurmatli obunachilar. Ishonchli, garantiyali joyidan bo'lsa Muhammad aka, iltimos ashtaqa ishonarli joydan chiqarib bering degan akalarimiz uchun mana Andijon qora tovuqlarimiz xuddi siz aytganidek Hoji aka bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ishonarli, garantiyali joydan. Vaksinalari ham 100% bo'lgan 1000 ta tovuqimiz bor bu yerda. 1000 ta tovuqimiz xudo xolasa 8% tuxumda 1-1,5 oy ichida 100% tuxumga kirib ketadigan holatda turibdi hurmatli obunachilar. Kimga tayyor biznes kerak bo'lsa, tayyor biznes sotiladi hurmatli obunachilar. 1000 tani birdaniga olaman degan ukalarimizga 90 ming so'mdan qilib beramiz akalar. Bemalol, garantiyali yaxshi biznes boshlayman degan ukalarimiz uchun tavsiya qilib qolaman. Videoda shunaqa ukalarimizga tanish bilishlarga jo'natib ko'rasizlar degan umiddaman. Sizlar bilan kanalda admini Muhammad Ayub bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Kanalga obuna bo'lib, shunaqa Andijon